أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Allah Teala'nın fazli ve rahmeti bilen Kitabul İman degan bu temidagi 6. yani 7. hadisni so'zlab o'tmoqchi. An ibn Umar radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol inna minash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim haddisuni fama hiya qala فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النحلة. Bu 7. hadis Müslümanның ahlakı, Müslümanның süfti, Müslümanның hayotidagi qandaq bo'lishga tegishli ahvollarini bayon qilib beradigan bir hadis. Mayli musulmon namrat boy bo'lsin, mayli xushal ichib qolgan chaqlar bo'lsin, mayli azodi yo qiyinchilik vaqtlar bo'lsin, mayli yolg'iz yoki boshqalar bilan bo'lsin, musulmon bütün hayatida, umumiy ahvolida onun musulmonlik sifati, musulmonlik furuqi, ta'mi ve musulmonlik rengi davomliq onundan ifoda qilib turadigan, oshkora bo'lib turadigan musulmonlik sifat onunda davomliq quyoshning nuridek chaqnab turadigan ekanligini Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde bayan kılmakçı. Abdullah ibn Umar raziyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp mundaq dedi. İnne mineşşeceri şecera. Daraxtlarning içinde bir tal daraxt bor. Bu yerdagi şecere xuddi temretga o'xshash yakkilikni uqtirib basimi, ammo nav'adagi yakkilikni bir xil daraxt bor. O daraxtning g'azini qishmi yoz tushmaydi. Davomliq g'azini bor. Va innaha masalul muslim. Bu yerda masalul muslim desak bu bo'ladi, mislul muslim desak bo'ladi. Haqiqatan bu daraxt musulmonga o'xshaydi. Musulmonga o'xshash. Sizlar bana o daraxtning qaysi daraxt ekanligini so'zlab beringlar. Qala Abdullah ibn Umar mundaq dedi. Tawaqa'an nasu fi shajaril bawadi. Odamlar, Rasulullahning qashidagi odamlar soydagi daraxtlarda o'ylang'ulotadi. Vaqa degan, tushdi degan, soydagi daraxtlarning har birisiga fikr qilib, fikir yurgizib, qaysi daraxtdir deb o'ylang'ulotadi. Fawaqa'an nas fi shajaril bawadi. İnsanlar soydagi daraxtlarda o'ylang'ulotadi. Qala Abdullah bundaq deydi. Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nahla. Mening ko'nglimga o daraxtning xurma daraxti ekanligi kelgan. Bo'lsa-mu tastahyaytu. Men xurma daraxti deb javob berishdan xijil bo'ldim, tortinib qoldim.
Sümme. Bula sümme degen onu oylap, bunu oylap, o daraxtmiki, bu daraxtmiki deb her xil tushungandan keyin sahabalar bizga so'zlab bersizlar, qaysi daraxt u ya Rasululloh? Biz topolmadik. O'zlari so'zlab bersizlar. Payg'ambar alayhisalom "Yan naxla", bu xurma daraxti dedi. Mana bu hadisning qisqacha ma'nosi. Al-ma'na al-'am, umumi ma'nosi. Jalasa Rasululloh bayna 'ashratin min ashabi, fihim Abu Bakr va Umar va Abu Hurayrata va Anas ibn Malik va Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu. Rasululloh sahabeler içinde Rasulullah sahabelerinden 10 bilen birle oturatdı. Ularning içinde Abu Bakr, Umar, Abu Hurayra, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar qatarliq katta çoğ sahabeler var idi. Fata sallallahu aleyhi ve selleme bi cemari nakhlin faşara ya'kulu taliyan qawlahu ta'ala zaraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun fil ve far'uha fis sema tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Peygamber aleyhissalatu vesselam xurminin g'o'risini ip kelib Allah Teala'nın tüvendeki ayetini o'qib turib bu taliyan hal şari'a degan filmninki tigidagi faildan o'qib turib yoki o'qiyotgan holatida yeyishga boshladi. Shuni o'qib turib yeyishga boshladi. Allah Teala yaxshi so'zni, ya'ni kalimatut tavhidni, la ilaha illallah so'zini yaxshi daraxtga o'xshatdi. O daraxtning tigi, yildizi ziminda cho'nqur, tuproqda mustahkam, shexi bo'lsa osmonga taqashgan, havoga taqashgan. Yani fi zarfiyat, fi sama degan butkul havoni, yani osmonni qoplagan, bo'shliqni qoplagan, hammani yapgan demektir. Çünkü fi zarfiyat uchun bo'lib, zarfiyatul zaman, zarfiyatul makan deymiz. Mana bu zarfiyatul makan shu to'pa tarafında. Sama degan kulli amrin ala ra'saka fa huwa sama deymiz. Kullu ma ala ra'saka fa huwa sama, beshingning ustidagi her bir narsa o sama, yani osmon deyiladi. Hatta ki Allah Teala ve enzala minas semai ma'an degan yerdima minas sahabe, aşağıda bulutni sama deb iborat keltirdi. Yani onunki putoqlari shu bo'shliqda, havoda, osmonda. Tu'ti ukulaha, o daraxt mevasini har vaqt yoz, qish, kuz, atyoz her vaqt Rabbinin izni bilen diridu deb Allah Teala bu yerda shundaq bir mevasini har vaqt beradigan, her çaq onundan meva ağılı bo'ladigan bir daraxtga o'xshatdi. Demak bu yerda o'xshatish, biri yildizi mustahkam, yildizi cho'nqur, uning shexi havoga, mevini har vaqt beradigan bir daraxtga o'xshatdi. Sümme nezera fi ashabihi faqal, andın ashablarga qarab mundaq dedi. İnne mineş-şecere şeceratan la yesqutu varaquha tulal am ve la yen'adimu zilluha ve la yabtulu naf'uha ve la yenqati'u minel buyuti ala marril eyyam samaruha ve innaha meselul muslimi ve innaha mislul muslimi sabitid din yasduru minhu minel ulumi vel hayri qutun mustatabun lil ervah
ينتفع بعلمه وصلاحه وآثاره حيا وميتا. Daraxtlar ichidan bir xil daraxt bor. Onun yupurmaqlari yil bo'yi tushmaydi. Soyisi yo'qolmaydi. Chunki yupurmaqi yo'qolmagandan keyin soyisi yo'qolmaydi. Daraxtning soyisi yupurmaq bilan tushadi. Menfaati üzülüp qolmaydi. Mayli meva bo'lsin, bo'lmasin, soyisi mu bir menfaat. Bu bir. İkinci birisi onun yupurmaqi tushmagandan güzelligi, manzirasi, u bir menfaat. Bugün ko'ryapsizlarmi shaharlarda yo'l bo'ylariga, binolarning oldilariga manzillik daraxtlarni salayotdi. Öyleden her günü onun meyvesi üzülüp kalmaydı. Çünkü kış mı meyve bergen, yaz mı meyve bergen, her bir vakit meyve bergendikin öyleden onun meyvesi üzülüp kalmaydı. Demek her bir öyle var. Hem adam yeydiğen amma var. Hakikaten bu daraxt dini müstehkem. Onundan ilim, yaxşılıktan ibaret canlığa menfaatlik, uzuqluq çıkıdığan, onun ilmi, yaxşılığı, tesir bilen tirik mu, ölüb mu menfaatlandıgan Müslüman oqşaydı. Dedi. Tenebbi'uni ma hiye hazihi şecere. Bu daraxtning qaysi daraxt ekanligini bana bir haber veringlar dedi. Raha kullu wahidin minal hazirina yufakkiru fima yasduqu alayhi al-awsaf min ash-shajar. Resulullah'ın etrafında bağlıdın her biri onunla süpetle uygun kildiğin daraxtda o'ylanishga başladı. وأخذوا يقولون شجرة كذا فيقال لا شجرة كذا فيقال لا. Ola şunda daraxt miki deydi, yo'q unda emas deyildi. Şunda daraxt miki yo'q deyildi. Addadu min ash-shajar min shajaril bawadi ma addadu. Ola şunda qilib sayning daraxtlaridan sanıg'inni sanıdı. Yani bir münchisini sanıdı. Falamma ajazu qalu akhbirna ya Rasulullah ma hiya ash-shajara. Ola aciz kelib bizga bir debasla ya Rasulullah qaysi daraxt o debdi. Peygamberim hiyan nakhla. O xurma dedi. Falamman sarafu qala Abdullah ibn Umar li abi. Ola ketken çağda Abdullah ibn Umar dadisqa laqad arabtuha wallahi ya abati hinama sa'alakum Rasulullah. Men Allah bilan qasam o daraxtni tunugan edim. O ey dada sizlardan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem so'ragan chaqda tunugan. O daraxtni xurma deb bilgen tunugan. Fakat kuntu ulahizu anna Rasul sallallahu aleyhi ve selleme ya'kulu cemaraha ve huve yas'al. Men Peygamber aleyhisselamның o daraxtning g'o'risini yeb turib so'rganligini o'ylagan. Qala Umar ibni Umar radhiyallahu anhu o'g'liga ma mana'aka ya Abdullah min an tujib. Unda olsa seni ey Abdullah cevap berishdan nima to'sdi? Nima to'sab qoldi? Nimishqa javob bermaysa dedi. Qala ya abata Abdullah ey dada nazartu ilaykum fa iza ana ashiru ashiratin فإذا أنا عاشر عشرة أنا أصغركم من سلعة قردم قرسam men 10'larning 10'uncusu ekanman. 10'dan bo'lgandan keyin 10'uncusu ekanman. Men kichiklik ekanman.
İstahyaytu minke ve min Ebi Bekrin ve Ebi Hureyre'te ve Enes'in ve kibaris sahabe. Sizden Ebi Bekir radıyallahu anhu'dan, Ebi Hureyre radıyallahu anhu'dan, Enes radıyallahu anhu'dan çoğ sahabelardan hicil oldum. İstahyaytu degen hicil oldum. Ra'aytu enne minel edebi en la ucibe emamakunna ala sualin acaztum an cevabihi. Men sila cevap berishdan ojiz kelgan savolni sizlarning oldinglarda javob bermaslikni adab axloq deb qaradim. Qala Umar radhiyallohu anhu bunday deydi. La an kunta ajabta kana ahabba ilayya min humrin na'am. Senin javob berganliging an masdarga aylantiruvdi shu kunta ajabta degan bu ikkala cümleni masdarga aylantirib la'an kunta ajabta degan la'an ijabatuka degan bo'ladi. Sening javob berganliging menga qizil tugudinmi suyumliroq. Kuntu sa'akunu sa'idan bi jawabika hina ajaza al-qawmu aksara min sa'adati bi a'zamil amwali wa anfusiha wa aghlaha. Men kishilar boshqalar ojiz kelgan chaqida sening javob berganliging bilan eng katta, eng qimmatli, eng nafis mal bilan xursand bo'lgandan bakra xursand bo'ldim dedi Umar radhiyallohu anhu. Demak, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda musulmonni ashundoq daraxtga o'xshatdi. Ya'ni mayli qish yoz har qanday bir chaq bo'lsin, g'aziga tushmaydi. Güzel manzarasi bilan odamlarga manfaatlik. Har bir uyda onun meyvesi üzülüp qolmaydigan, davomli meyve beradigan. Shuningga o'xshash musulmon har qachon mayli ilmi bilan bo'lsin, mayli hunari bilan bo'lsin, mayli iqtisodi bilan bo'lsin, qanday bir yaxshilik yetkazadigan imkoniyat bilan bo'lsin, musulmon her bir ailege, her bir şahsga, her bir insonga manfaat yetkazadigan, manfaat beradigan ve musulmonga doim manfaatini yuqtiradigan bir shaxs bo'ladi. Al-mabahisul arabiyya yuqoridagi hadisninki yakka sözlerini Arapça tadqiqot qilish. Inna mineş şecere şeceratan. Bu yerdeki mineş şecer min tabiiziyya. Yani bazı bir daraxtlar var. Bazı daraxtlar. Hamma daraxtlarning unda g'azini tushmaydigan, yupurmoqqa to'kilib ketmaydigan emas. Al mineş şecerideki iliplam var. Şu iliplam cins üçün. Yani bazı daraxtlarninki cinsidan yani bir daraxt bor demakdir. Jinsi daraxt berdi. Muayyanda yana iliplam ta'rif uchun emas, jinsi uchun. Qanday bir jinsdagi daraxt bo'lsin demakdir. La yasqutu waraquha kama yasqutu awraq ghayriha fi ba'd fusulil 'am. O daraxtning g'azini to'kalmaydi. Xuddi uningdan boshqa daraxtlarning g'azanlari yılning bazı taraflarida to'kalginidek. Bel ve la yahibbu kama yahibbu kasir min waraq shajar. Balki baş daraxtning nurg'un g'azanlari yang qurgandek, onun g'azini qurib qolmaydi. Val jumla sifatu shajara. Bu yerdeki la yasqutu varaquha mana hadisdagi la yasqutu varaquha degan shajaratanninki sifati, jumla shajaraning sifati. Bir rivoyatda la yatahattu varaquha deb kelgan, g'azini to'kalmaydi, tushmaydi degandek. Wala uning tafsirida mundaq deyildi. Wala yanqati'u samaruha, mevasi uzilib qolmaydi. Ya'ni meva xuddi anjirning mevasiga o'xshaydi.
3 qitim pishadigan, bidiga o'xshaydi. Uni üzüvəsi yana unib turadigan, Wala ya'dumu fay'uha sayısı yo'qolmaydigan, g'azing yo'qolmagandikin. Wala yabtula naf'uha naf'i manfaati tugamaydigan, ya mevisi bilan, ya sayısı bilan, ya güzel manzarasi bilan manfaatlanma. Qala ba'dul ulama barakatun nakhli fi jami'i ajza'iha wa 'ala marril ayyam. Ba'zi ulamalar bunda dedi. Xurmining barakati hamma parçası mevcut. Her günü, küllerinin ötüşü bilen her günü mevcut. فَمِنْ حِينَ يَتْمَعُ سَمَرُهَا اِلَى اَنْ يَيْبَسْ يُؤْكَلُ اَنْوَاءً. Onun meyvesi çıkan vakitten başla kurup, gülüp olan kadar her türlü yılıdı. Doğru bulap yılıdı, hül bulap yılıdı, sağadı dep yılıdı, pişti dep yılıdı, kurup gülü oldu dep yılıdı. Her türlü yılıdı. Yani doğru bulap, hül kurmu bulup, kurup kurmu bulup yılıdı. Onun yupurmakları bilen, şahları bilen, kavzakları bilen, onun putakları bilen, hatta öksü bilen mu çarvalığa halep etip biriş bilen menfaatlidir. Ve inneha meselul muslim. Mesel, bazı hadisler şerilaydıqallar, mimni sani zivar okuulup, meselul muslim degen. Mimni zir okuş, sani sakin okuş bilen mislul muslim degen var. Mislinin ma'nosi şebah degen ma'no, o'xshash, ayni. Bir patti shin val ba şebh degan ma'no. Shin ve ba'ni sakin o'qishlarni şebah, shibh degandek. Labzidimi, ma'nidimi o'xshaydi. Misli, shibhi, masal, şebah. Ve nakhla fi rivayatina mushabbah vel muslimu mushabbahun bih. Teşbih deyimiz mani anın o'xshatish deb. Xuddi ma kitobni chiroqqa o'xshatsak vallah, chiroqqa o'xshatsak kitob nim bo'ladi? Mushabbahun bih bo'ladi. Chiroq mushabbah bo'ladi. Kitob al-kitob xuddi deylar al-kitabu kas-siraj desak kitob mushabbahun bih, siraj mushabbah, al-kitob bu adatü teşbih o'xshatish quroli, vaji shabah o'xshatilgan yorug'liq, nur. Xuddi kitobdan bir ma'naviy nur, ma'naviy qorong'ulik chiqishni yuritadi, ma'naviy qorong'ulikni. Bu chiroqmi hissiy qorong'ulikni yuritadigan gap. Bir rivoyatda inna masalal mu'min kamasali shajaratin la tasqutu laha anmila. Mu'minning misoli uning g'azini tushmaydigan daraxtning misoliga o'xshaydi. Mu'min mushabbah o'chaqda, naxla mushabbahun bih. Hozirgi rivoyatda naxla mushabbah ma'noda naxla mushabbahun bih. Vajh shabah, ya'ni o'xshatishning yo'li ikki xil rivoyatda davomun naf'i va kasratul xayr. Faydasining, manfaatininki davomliq bo'ladiganligi va yaxshilikninki ko'p bo'ladiganligi. Manfaatimi davom, yaxshiligimi ko'p. Xuddi xurma daraxining manfaati ko'p, shundoq g'azini, mevasi, soyisi, güzel manzarasi, qavziqi, shixi, yildizi har bir narsadan bo'lg'inidek ham to'rt faslning hammada bo'lg'inidek musulmon ana shundoq so'zi, amaliy harakati, hayoti har bir tarafdan musulmon güzel manfaatli. La tasqutu laha anmila va la tasqutu li mu'minin da'va degan bir rivoyat bor ekan. O daraxtning g'azini tushmaydi, mu'minning da'vati to'xtab qolmaydi, davomliq da'vat qilib turadi. Ya'ni shajaratun mislaha mislul mu'min. Bir daraxt bor, uning misoli mu'minning misoli. Asluha sabit, uningki yildizi zaminda, shayxi osmonda degandek. Ala an asas anna dinal muslim sabit va amalahu maqbulun marfu'un degandek.
Müslümanın dinimi sabit mazminda ameli makbul Allah Teala tarafından kabul kılındı ve Allah Teala tarafından kötülüdü. Din bu yerde ama onun neticesi ameli Allah'a kötülüdü diyen ma'nada. Ve in kana fihima işaretun ila vecih şebah. Gerçi bunun da bir vecih şebahga sırak işaret bolsun mu? Lakinnahuma fardan min afrad devamin naf'i ve kasratul hayr. Ma ve yada asluha sabit ve far'uha fis sema. Yani la tasqutu laha anmila ve la tasqutu li mu'minin da'va digayada. Lekin bu ikisi menfaat, davamlıq menfaatning türlerinden iki tür ve yaxşılıqning türlerinden iki tür. Ve liza kanat rivayetul Bazzar şamila mucize. Şunlaşqa İmamul Bazzarning rivayeti hemmini öz içine aladigan ixcham bo'ldi. Çünkü dedi meselul mu'min meselun nakhla ma ataka minha naf'u. Mu'minning misali xurmining misali o'xshaydi. Sana onundan senin ma'atake min hanaku sana o hormadın kagenlikin nasip faydalı. Hormadın ne mi kasip faydalı? Bu hadisin istadı sayı. Şunun da mümin bu devamlı faydalı. Sözlüsün faydalı, işkursun faydalı, kamus faydalı. Amma men qala inne veceh şeba kevnun nakhla iza quti'a ra'suha matat. Ev kevnuha la tahmilu hatta talqa. أو كونها تموت إذا غرقت أو لأن لطلعها رائحة من الآدمي أو لأنها تعشق أو لأنها تشرب من أعلاها فكلها أوجه ضعيفة لا يعتد بها. أما وجه الشبه yani Müslümanın hormaga okşuchning yo'li hormining beshi üzülse ülep qoladi. Yani shundoq yildizi kesilsa turib qoladi. Ya u hormininki changlashtirilmasa meva olmaydigan bo'lganligi ya hormining suvi shungusa yani suv atrofiga do'lasi iza g'araqat degan suvi shungusa qurib qoladigan bo'lganligi ya o hormonun çeçkinin adamның puruqqa o'xshaydigan puroqning borligi ya o hormonun çeçkinin aşık bo'ladiganligi ya o hormonu üstün tarafdan suv ichadiganligi yani zamindan ichmay yomg'ir yoki ustundagi namdan ichadiganligi buni o'xshashlik yo'li deganning hammasi avjuhu zaif vajhi uningga işendi, qığılı ve tayanğılı bulmaydı. Hafiz ibn Hacer degidek. لأن جميع ذلك من المتشابهات مشترك في الآدمية لا يختص بالمسلم. Çünkü muşunun aşo muteşabihatlarının yani okşaşlıklarının hepsi Adem'de ortak o. Müslümanın has emas o. O mayadaki okşaşlık yani insanın beşi üzülse, hormonun beşi üzülse, hormon kurup kalgandak çünkü hormonun töpüsü emas mı? Aşı töpüsü üzülgen aman hormonun kurtkanlığı ya ki çanlaştırılmışsa meyve almaydiganlığı xuddi insanın birde mesela münasebet kılması qosak tutamaydiganlığı ya ki suğu çökse hormonun tekki sunu abdan başlasa kurup kalgandak insanın suğu çökep kelse ülap kaladigan buluşu ve hakazala bu Adem Müslüman kafir emas Ademler oturuştaki ortak o'xshashlik bu. Şunu Müslüman xas emas. Unda bo'lganda bu yerda hormon o'xshatishda buningki yo'l o'xshatish yo'li. Bu alohida hisob emas. Tahaddisuni mahiyadiki fa niyatda yushuladigan, ya'ni ko'nglimizda, niyatimizda saqlanadigan shartning javobida keladigan fa. Ya'ni tashlangan shartning javobining fasi. Asli iza arabtumuha fahaddisuni. Uni bilalisanglar, uqalisanglar, mana bir deb biringlar deb iza arabtumuha deki hazb qilingan shart va fe'lninki javobi. Mahiya degan jumla xabar va mubtada ikkisi. Bu haddasa degan fe'lning ikki maf'ulining o'rni tutgan mubtada xabar. فوقع الناس في شجر البوادي آدملا
sayning daraxtlariga cho'kib ketdi degan ularning fikrlari sayning daraxtlariga ketib hammasi har biri ulardan o daraxtni bir turli daraxtlar bilan tushuntirishga boshladi va xurma daraxtidan xabarsiz qoldi. Yuqalu waqa'at ta'iru 'ala ash-shajara iza nazala 'alayha. Endi waqa'aninki tushdi degan ma'nosi qush daraxtga qo'ndi deymiz. Iza nazala 'alayha, ya'ni daraxtning ustiga tushsa. Shunga bütün odamlar aşağıning qo'nashqa daraxtga qo'ng'ilib fikrlari qo'ng'ilib. Ve vaqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Bir rivayete fazanantu annaha an-nakhla min ajli al-jimar allazi ata bihi. Men uni xurma deb o'ylagan Payg'ambar alayhisalom apkagan g'o'risning jahdidan. Fastahyaytu bir rivayete fa'aradtu an aqula hiya an-nakhla. Bir rivayette men xurma deyishni maqsad qildim fa iza ana asqarul qawm. Qarasam men kishilarniki kichik ekanman. Endi bir rivoyatda faiza ana ashra ana ahdasum. Men 10'larning 10'si ularning yesh ekanman. Bir rivoyatda va ra'aytu Abu Bakr va Umar la yatakallamani fakaritu an atakallam. Men Abu Bakr bilan Umarning gap qilmaganligini ko'rib gap qilishni yomon ko'rdim. An tilni mastarga aylantirdi. Fiqhul hadisning mazmuni. Zakara al-Bukhari hadha al-hadis fi bab al-haya'i fil ilm. Imom Buxoriy bu hadisni ilmda xijil bo'lishning bobi haqida keltirdi. Qala Hafiz ibn Hajar fihi istihbab al-haya ma lam yuaddi ila tafwit maslaha. Hafiz ibn Hajar rahimahullah bu hadisda bir manfaatning qo'ldan ketishiga elib bormagan vaqtda xijil bo'lish mustahab. Ya'ni bir narsani so'rash yoki so'ralgan chaqda javob berish uchun xijil bo'lish mustahab dedi. Va lihaza tamanna Umar an yakuna ibnuhu lam yaskut. Shunda bo'lg'achqa Umar radhiyallohu anhu o'g'lining jim tumasligini arzu qildi. Chunki ayada jim tusa xurmaning daraxining javobi chiqmaydi. Shu bir jim tumagan bo'lsa ekan degan arzu qildi. Va fi hazal kalam nazar. Bu so'zda bir o'ylanib baqish kerak. Ya'ni bu asli to'g'ri so'z emas. Iz kayfa yatamanna Umar an yakuna ibnuhu qad taraka al-mustahab. Umar radhiyallohu anhu shuni jim tumaslikni arzu qildi bir. Tafvit maslahat qo'ldan ketish imkoni bo'lganlik uchun. Agar unda bo'lmagan bo'lsa arzu qilmaydi, digili bo'lmaydi. Chunki Umar radhiyallohu anhu o'g'lining mustahabni tashlab qo'yishni qanday arzu qilsin? Wal haya'u fil ilmi mazmum. Ilm yo'lida hayo qilish, ya'ni xijil bo'lish ayib bu. So'g'iladigan ish. Wa laysa mustahabban, mustahab emas. Lakin adamuhu huna ta'araza ma'a tawqiril kabir. Lekin uning bu yerda, ya'ni shunday hayo qilishning, hayo qilmaslik bu yerda cho'nglarni hurmatlash bilan to'g'ri kelib qoldi. Bu yerda dey desa cho'nglar bo'lgandan keyin ularga hurmatsizlik bo'larmiki deb demagan. Tarufi azam shu bu yerda Umar radhiyallohu anhu o'g'lini ayblamadi. Va lam ya'khuz hukm al-istihbab wa mustahablik hukmini muamala. Va tamanna Umar allaw qalaha ana Umar radhiyallohu anhu o xurma deyishni arzu qilishi innama kana min qabil ma tubi'a al-insanu alayhi min hubbihi al-khayr li nafsihi wa li waladihi wa li tazhara fazilatul waladi fil fahmi min sigari wa li yazdada min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hazwa. Umar radhiyallohu anhu o xurma deganni so'zlashini arzu qilishi an law qalaha degan an mastarga aylantirdi bu yerda. Faqat inson o'ziga o'zining bolisqa yaxshilikni orzu qilish, yaxshi ko'rishdan iborat yaratilgan tabiati tarafdan bo'lgan. Va balining kichik turib zirak tushunadigan
faziletinin namoyon bo'lishi, payg'ambar alayhisolamning payg'ambar alayhisolamning ziyoda bir nasibiga erishishi uchun bo'lgan bu. وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَدْعُوَ لَهُ إِذَّاكَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْفَهْمِ. İhtimal Ömer radıyallahu anh balısıga şu vaqtda tushunish quvvatining ortib bo'lishi bilan duo qilishini umid qilgan bo'lishi mumkin. Mana bu tarafdan bu. Hamda har qanday bir inson o'zining balasining fazilatining yuqori bo'lishi, martabasining ustun bo'lishi, ana shunday yerda bo'lishni orzu qiladi. Bu insonning tabiati tarafdan orzu qilgan deymiz. وذكره البخاري في باب الفهم في العمل كدليل على أن العلم مواهب. Bunu İmam-ül Bukhari ilimni tushunish degan babda ilim bir iqtidor, qobiliyat deganga dalil sifatida so'zladi. Va annal alimal kabir qad yakhfa alayhi ba'd ma yadrukuhu man huwa dunahu. Çoğ alimlarımı o alimlardan tüven bir kişiler bilgen bazı bir narsalar mahfi qapqalı deganligiga dalil. Çoğ bo'lganning hammani biladi ekan, hammani o'qidi ekan emas, çoğning kallasiga kelmaydigan bir ishlar bor ekan deganlikning dalili qilib so'zladi. Vallohu yu'ti fazlahu man yasha. Alloh fazlini xohlagan kishiga beradi. Shunga aql boshda emas yoshda degan gapning asosi shu. وبوب عليه البخاري في الأطعمة كدليل على أن قطع الجمار ليس من باب إزاعة المال. Bununla bu hadiske asasen İmam-ül Bukhari At'ime namlı kitabıda g'o'risni uzish malni parisida qilayotgan, nobud qilayotgan babdan emas deganga dalil sifatida keltirdi. Va anna bay'al jimar jaiz, qo'lini g'o'risni setish joiz. Va laysa min babi bay'is simar qabla badwi salahiya. Meyvenin salahi, yani yaxshi manfaati oshkor bo'lishdan burun setishning babidan emas deganga dalil sifatida bab keltirgan. Şuna üzümni nima chaqda, g'orab chaqda, xurmini g'ori chaqda, urukni g'ori chaqda sassa bu buzg'an bo'lmaydi bu. Bugün 1 kilo kilodigan ertagin pisi 10 kilo kilodda bu isrof qildingiz deb bo'lmaydi. وبوب عليه البخاري في الأدب لما فيه من توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول. Bu hadisga asasen İmam-ül Bukhari edep ahlak degan temada buningda cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni dadisini so'zda ilgari qilish, kichik bo'lganligini dadam qilsin deyish ning dalili bor deb bab keltirdi. Va annahu la yubadiruhu bima fahimahu va in zanna annahu sawa. Yani va annahu la yubadiruhu, o kichik bala tushungan narsani dadisidan oldirab devassa bo'lmaydi, garchi uni to'g'ri desamo deganga bab keldi. Adab axloq babida maninga, yemak ichmak babida aninga, ilmni tushunish babida yuqoriga shu bir hadisdan nurg'unlagan tushunchani oldi. Va yu'khazu min al-hadis fawqa ma taqaddam. Yuqorida hamda ya'ni xurma yo'l emas g'o'ri chig'ida uzib yesa bo'lganligi uni sassa bo'ladiganligiga durust desa, ya'ni kichik bolaning cho'nglarni hurmat qilib bulgunni oldida tashlamaslik bu adab axloq desa, yuqorida ilmni tushunish babida ilm bir iqtidor, cho'nglarning cho'ng bo'lganligi hammani bilib ketadiganligini o'qitmaydi. Kichiklarmi cho'nglar bilmaganini bilib qilish mumkin deganlikka bir bab keltirgan. Va yu'khazu min al-hadis fawqa ma taqaddam. Hadisdan yuqoridagidan boshqa tuvandikilar elinadi. Biri zarbul amsal val ashba, misol bayon qilish, o'xshaydigan ishlarni bayon qilish.
yaxshi tushunsin uchun va tasvirul ma'ani litarsaha fi zihni ma'nilini zihnida mustahkam urilish uchun tasvirlab berish. الثاني الإشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه. İkincisi bir narsani yana bir narsaga o'xshatganlik uning hamma tarafdan o'xshi bo'lish lozim kelmaydiganligini ishorat qilish. Xuddi musulmonni xurmoga o'xshatganlik hamma tarafdan o'xshamaydi. Bir tarafdan davomul nafa, manfaatining davom bo'lishi. Mana mu'minga hech narsa o'xshamaydi o jonsiz narsalardan va uningga hech narsa barobar kelmaydi o jonsiz narsalardan. الثالث فيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى. Üçüncüsü alim ülmanın, ustazının, okuyucularının zihnini sinap bakış, mehbi işlemeler. Ma'a beyanihi lehum illem yapamuhu. Ustazının ulağa düşündürüp koyuşu bilen eğer onu düşünemeye kalsa. Ama hadis-i Muaviye fin nehyenil aglutat ey si'abil mesail ama Muaviye radıyallahu anh'ınki aglutatın yani qiyin ters meselelerden tostu degan hadis o bunun da menfaat yok narsaga yuklanadi. Yoki so'ralg'uchini jafoga silish, qiynash ya ojiz qilish yo'liga asosan chiqarilgan ishga qaytiladi. Ammo bo'lmasa o'ziningki o'quvchilarni imtihon qilib zihnini sinash, qanchalik bilgini sinash durust. Ammo hadisdagi bikadan baka foydasi yo'q yoki uni shunday mat qilish, xalqning oldida yuzini to'kash uchun bo'lib qasbolmaydi. الرابع فيه إشارة إلى أن سامع اللغز ينبغي أن يتفتن للقرائن الواقعة عند السؤال. Bunun da bu hadiste tepişmakna ağlayan kişi sualdaki karinilerge uşşalık bilen dikkat kılışığı işaret var. Katlı uşşalık bilen dikkat kılış. فَاِنَّ İbn Ömer اِنَّمَا فَهِمَ لِمُلَاهِزَتِهِ قَرِينَةَ الْجِمَالِ. Bana İbn Ömer radıyallahu anh'ı fakatlam şendi o G'o'rining qarinisini o'ylaganlik uchun. G'o'ri yap turib, Rasululloh xurmining g'o'risini yap turib, so'rgandan keyin xurmi ekan deb tushundi. Kama zukra fi ba'zi rivoyatlarda shunda deyilgan. Al-khamis fihi anna al-mulghiz yanbaghi an la yubaligha fi at-ta'miya. Bu hadisda tepişmak sorgucu kişi tepişmakni hukumsiz qilishda bak ziyoda qilishi to'g'ri, ziyoda qilmaslik loyiq. Bihaysu la yaj'alu lis-sami'i baban yadkhulu minhu. Anglagan kishiga kiradigan bir yuchiqni qo'ymaydigan darajada unda uqolmaydigan qilib olsa bo'lmaydi. Bel kullama qarabahu kana awqa fi nafsi sami. Balki ishga yaqinlashgan sira onu tepişmakta anglagan kişinin ko'ngliga bakroq ta'sir qilsa bo'ladi. As-sadis fihi dalil ala barakatin nahl va ma tusmiru. Bu hadisda xurmining barakati va u xurmining mevalarining barakatiga dalil bor. السابع استدل مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقده إذا كان أصلها لله. Bu hadis bilan İmam Malik radıyallahu anh ko'ngliga kechgan yaxshi ishlarni maqtashni orzu qilishdan iborat xiyollar ta'siri ziyon yetkazmaydi. U yaxshi ishlarning asli Alloh uchun bo'lsa deganga dalil keldi. Va hazal ma'khaz min rivoyat qawli Umar libnihi law qulta. Bu nereden elingan desa bu ilish Umar radıyallahu anh'ın oğluga sen bunu bir degan bo'lsang degan rivoyatdan elingan. الثامن كما يؤخذ من الرواية نفسها الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر. Şundaqla rivayetning o'zidan
dünyanın erzimas ekanligiga Umar roziyallohu anhuning ko'zida ishorat elinadi. لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بهمر النعم. Çünkü Umar roziyallohu anhu bir tal meseleге qarta qizil tugini o'g'lining bir masalani tushunganligiga qizil tugini udulladi ya. Aşı bir tal meseleni deganlikin menga qizil tugidan yaxshi-da. Chunki qizil tugi arablarning ichidagi eng qimmatli narsa. التاسع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العطاء ونفع الغير وبذل الخير. 9-isi musulmon biralaydigan, boshqalarga foyda yetkazadigan va yaxshilik biralaydigan bo'lishga tegishli ekanligi bu hadisni oladi. Musulmon davomli shunday bo'lishi kerak. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.